Uyalmaysizlarmi qaynonalar? Bir qaynona aytayapti-da. Meni deydi kelinim onasinikiga boraveradi, opasinikiga, singlisinikiga, amma xolasinikiga, biram qarindoshlari ko'p. Qarindoshlarnikiga boraveradi deyapti. Keliniz bechara qarindoshlarnikiga bormasan qayerga borsin? Diskotekaga borsinmi? Bo'lmasam siz Xudo xola yetim kelin oling. Yetim qizni kelin qilsangiz, ota-onasi ham bo'lmaydi, hech kimi bo'lmaydi, hech yerga bormaydi. Yo'q, yetim qiz ham bo'lmaydi, yetim qizni ham dugonalar bo'ladi-da shu detdomida. Siz robot kelin oling. Robot kelin olsangiz, ota-onasi ham bo'lmaydi, opa-singillari ham bo'lmaydi, dugonasi ham bo'lmaydi. Yeyman ham demaydi, ichaman ham demaydi, kiyaman ham demaydi. To'kka suqib qo'yasiz, zaryad oladi, xizmatingizni qilaveradi, moldek yuraveradi atrofingizda. Robot kelin oling siz. Shunda hech yerga bormaydi. Endi bunchalik emas-da endi Xudo xolalar, kelin bechara endi onasinikiga, opasinikiga, singillarnikiga boradi-da. Sizga uni hamma yoqdan voz kechirgan qullikka bergan yo'q. Ota-onasidan kelinlarni xabar olishga haqqi bor. Endi kelinlar sizlar ham cherezdan likkillab ketavermanglar, endi onamni ko'raman deb.